Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Keyingi darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan ingliz tilida, boshlang'ich ingliz tilida juda ham ko'p uchraydigan so'zlarni o'rganamiz. Xo'p, mana bu yerda so'roqning boshi turibdi. What's your name? Name bu ism degani. What's your name? Sening isming nima? What's your first name? Sening isming nima? First name ham name degani. Mana shu ikkala so'zning ma'nosi bir xil. Ikkalasi ham ismni so'rayapti. Endi surname bu esa familiya. Sening familiyang nima? Address bu manzil, phone number bu esa telefon raqami. Keling shularni avval to'g'ri talaffuz qilishni o'rganamiz. Iltimos orqamdan qaytaring. Name, first name, surname, address, phone number. Endi buni batafsilroq ko'radigan bo'lsak, bu yerda what is demoqchi. What bu nima degani ingliz tilida. Endi what is qisqartirilib what's bo'lib ketadi. Your sening degani, name esa ism degani. Mana bu yerda tarjimalari bilan berib qo'yganmiz. What's your name? Sening isming nima? What's your first name? Bu ham sening isming nima? What's your surname? Sening familiyang nima? What's your address? Sening manziling qanday? Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. What nima degan edi-ku? Nimaga bu yerda qanday deb tarjima qilyapmiz? Ha, what the asosiy tarjimasi nima? Lekin bu turli xil vaziyatlarda turli xil tarjima qilinishi mumkin. O'zbek tilida sening manziling nima desak to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu yerda to'g'ri tarjima sening manziling qanday bo'ladi? Yoki mana bu yerda what's your phone number? Sening telefon raqaming nima desak to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun sening telefon raqaming qanday? Sening telefon raqaming nechi? Qadrli talabalar, bir narsaga e'tibor qaratishingizni xohlardim. Bu yerda your va your turibdi. Bularni farqi bor. Your sening degani. Buni hali batafsilroq gaplashamiz. You are da qisqartmasi esa your degani. Bu sen degani. What's your name? Sening isming nima? You're John, sen Johnson. Mana shunga e'tiborli bo'lib qo'yasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi.